Yo-moyo, menga ishonchi. Ey, Jital, menga ishon. Alex aytib qara, o'zi bitta kilkamisini bo'ldi. Nima qilib bitta kilka singan bo'lsa, endi taslim bo'lish kerakmi? Yo, просто qaragin, modda anda xazina chiqmaydi. U xazina qarab turgan xazina chiqadi. Sabr qilib tur. Qara qancha qazigan. Nima qilibdi qazigan bo'lsa, yana ozgina qaziylik chiqib qoladi xazina. Xarita bo'yicha mana shu atrofda xazina bo'lishi kerak edi. Juda kulgili. Nimasi kulgili? Xazina bor. Xo'p, hammaga assalomu alaykum bolalar. Shu Felix yangi videomizni xush ko'rishib olib, ko'rishsak hozir biz Jita bilan xazina qidirayotgandik, lekin mana yana ming'illayapti. Xazina yo'q, maza-faza deyapti bolalar. Bolalar bunaqa ketishdi, meni ham motivatsiyam o'ldiradi bu. Lekin bolalar xarita bo'yicha mana shu atrofda xazina bo'lishi kerak edi. Lekin shunaqa ko'rganman. Okey, bola qazilikchi. Albatta bu yangi kanal bolalar, albatta bu kanalga obuna bo'lib, like bosib, kanalga obuna qo'yinglar. Sizlar bilan o'sha Felix Dindig'ovich, kompozitor Mutag'ovich. Okay. Let's go. What the fuck? Jitel, bitta xabar bor. Stop. Nimaga o'ta fakil bor? Sana fakil yo'g'oni-yu. Bu yoqqa kelganda sandiq. Jitel, bu bilasan nima? Nima bu? Bu xazina. Oshkur. Jitel, bitta aytaymi? Biza boymiz, qara. O'zi rost egasimi? Rost egasim. Voy, Jitel, biza boymiz, chumosan, mablag'ni qara. Voy, Jitel, tasavvur qilsan, biza boymiz endi. Ana Felix aka aytgandim-ku, bu yerda xazina bor deb. Bu 5 minut oldin xazina yo'q, xazina yo'q deyapti. Даже 5 minut emas, 1 minut oldin. Endi erkak kishi aytdim, bajaradi, hazillashgan. Unda hazillashgan. Zato lekin, man nima qilyapsan bu yerda? Tush pastga. Okey, endi biz boymiz. Lekin bitta aytayim, bu juda ham og'ir ekan bu almozlar. Aytganda ideya bor. Hozir hammasini yo'q qo'yib turaman va uydan sholkir olib kelaman. O'shanga hammasini solib, keyin uyga ketamiz, okey? Sen esa bilan qo'rqilab tur. Okey, hamma pullar nazorat ostida. Bo'lmasam qo'rqilab turma, hozir kelaman. Okey, bola, biz boy ketdik. Masala nima deganim, bola? Boy ketamiz deganmidim. Endi biz katta boylarmiz. Yuhu, bola. Okay, let's go. Come on, baby. Teshik qatta edi, mana shu atroflarda edi-yu. Mana shu ekan, mana topdim. Hammaga yana salom bola. Hozir qishloqni sholtir olib kelyapman bola. Mana shu narsa bo'ladi. Hozir hammamiz mana shu ish olamiz-da, keyin uy ketamiz bola. Biz boyib ketdik, короче, masala boyib ketdik. Uruyimiz вообще. Balki chiroyli bo'lsa, bo'ldi, albatta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan shu Felix bo'lmoqda. Let's go. Iqbol. Sandiq. Xullas, sandiq bilan Iqbol qaytib ketdi. Harmon, lekin shalkir olib kelyotgandim. Yoki masiz ko'tarib ketib qoldim-a? Lekin uncha kuchli emas edi-yu. Qanday ko'tarib ketib qoldi? Unda bola balki pul ko'rganga motivatsiyasi oshib, kuchi ko'p ketgandir bolalar. Bo'lishi mumkin. Borilchi bola qishloqqa balki rostdan o'z bilan olib ketgandir. Bo'lishi mumkin bolalar. Lekin menga aytsa bo'lardi yo'lda. Lekin yo'lda uni ko'rganim yo'q-da. Mana shu bola savollar ko'p, hozir qishloqqa boraylikchi. Okay, let's go. Yaxshiyamki xazina bola qishloqqa ancha yaqin. Ana uni uyiga. What the bola? Uni uyiga almozdan qorish sirazi oldin bola puli bo'lishish degan narsa bo'lardi-yu. Nimaga Iqbol halitdan uyini almozdan qotdi? Modum aytib borasan, lekin assalomu shuni o'tib ketdi. Iqbol o'rtog'im bo'ladi. Siz kimsiz? Aytolmanu Iqbol o'rtog'im bo'ladi deb. Iqbol aytdilarki, hech kim kirgizmagan deb. Aytgan, mana ismimni aytgan biladi. Aniqmi? Ha.
Ismingiz nima? Felix. Aynan Felix ismli odam ham kirgizmagan aytuvdi. Nega Felix kirgizmasin? Ey, Iqbol! Iqbol! Yaramaslar. Yaramas, Iqbol o'rta. Ey! Eshitmagan o'zini. Ha, bola. Pulni olgandan keyin men ketgandan keyin bola pulni o'ziga olgan hammasini. Ana sizlarga o'rtoq, mana sizlarga oqibatli do'st. Ha, bunaqa kuch вообще edi bola Iqboldan. Bola uni qiyomatga o'rtoqdan o'tirardim, lekin endi bu hamma narsani chopib ketdi bolalar. Shu kutmagan bola soninglar. Pullar qayerda ekan? Sandiqda bo'lsa kerak. Lekin sandiqni qanday olamiz bolalar? Короче, undan ham pul olish kerak lekin qanday? Chunki bola mendan ham pul oldi u. Bo'lish kerak ham hech bo'lmasa 20% bersa, ko'ngli qolardi. Hammasini o'ziga oldi. Xo'p, lekin bolalar mana tashlanishga hojati yo'q. Menda bolalar mana bunaqangi narsa bor. Qarchi bolalar, bu qaranglar. Bundan narsa yo'q. Bana Murod. Bola ehtiyot. Nunda juda ham kuchli ketibman bolalar. Necha ana endi bir qilib pastga tushib olish kerak. Okey, bolalar, ana endi esa bemalol pastga qazib ketaveramiz. Yo'may bolalar. Okey, mana ishdan kirsak. Mana ishdan bolalar qatdan kirsak. Bizga blok kerak bo'lar ekan. Okey bolalar. Hozir bunaqa bolalar chiqamiz sekin. Sekin chiqamiz. Sekin aytdim bola qarashni boshlaymiz. Qarashib bola, agar kimga bu mod kerak bo'lsa, albatta kommentariy yozmanglar, baribir o'qimayman. Okey, sekin asta bilan sichqonga o'xshab kemirib boramiz. Bola ichiga kiramiz. Ana. Tushi qalaysan Negirbek? Sekin asta bilan hamma pul olamiz. Stop. Kirsam bo'larkan, bola yo'q ey. Kirsam bo'larkan, qaranglar. Ajoyib Minecraft. Ochamiz. Boy. Sekin chiqib ketamiz bolalar. Hashamatdan chiqib ketsak bo'laradi. Bola pulga nima даже? Lekin bu bizning plyusimizga ishlaydi bolalar. Yo'q. Chiq. Okay, let's go. Yo'q bolalar. Agar aniq pastga tushirgan bo'lsam, aniq oyog'im sinadi. Bunaqa bu o'zbo'y ozgina qilib oyog'im sinishiga, endi agar bo'lmasdan sakrasam, aniq oyog'im sinadi. Yo'q bolalar, menga bundan narsa kerak emas, tinchgina momentdan ag'ro tusha qolaman. Va keyin bolalar alohida digitalga surprizim bor. Bolalar, alohida maxsus special for digital villager. Bolalar, hozir ham pul bekitib qo'yamiz, chunki vaqtida o'zi bizaniki bolalar. O'zi xazina xaritasi ham meniki edi. Motivatsiyasi eng ko'p odam menidan. Chunki bolalar, ketaylik, nima qilasan yotadi u. Bolalar, короче, hamma pul bizaniki endi. Pul kerak emas, вообще bolalar. Hop, bizlar qayerda edi, mana shundamidi. Albatta, har bir Felixning videosi oxiri albatta bombardimon yoki boshqa narsalar bilan tugamaydi bolalar. Faqatgina bombardimon va bombalar bilan tugaydi. Okey, bolalar, let's go. Yo'may bolalar. Naqd oldimga tushdi. Yo'q. Yaqin. Stop. Bola kreativ bor ekan jitilla. Bola stop qoch. Bola kreativ bor ekan jitilla. Aytmaysizlar, jitilla kreativ bor. To'xta, lekin bola pul ko'p bo'lgandan keyin kreativ ham sotib olishga qubra nima edi? Aql yetadi bolalar. Lekin nega mana shu miyam kelmadi? Qoch bolalar. Agar hammaga xayr bolalar, Sosha Felix bolalar va keyingi videoda ko'rishguncha xayr bolalar.